Istaravshan, Uratepa. O'zbekcha bilasizmi? Abi özbeki neden ama? Bapey! Ya bodom, psixandon, guymusha. Necha yildan beri aroq haydaysiz? 15 yildan beri. O'zbekistonda kiyovoy desak ham bo'lar. Mana shu yerdagi eng toza asalingiz qaysi biri? Eng toza va qimmati. Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan Abduhalim Bro. Bugun biz Tojikistonga qarab yo'l oldik. Sayohatimiz davomida chiroyli manzaralarni ko'ramiz. Birgalikda bizni kuzatib boring, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Tojikistonga nechinchi marta o'tyapsiz? Birinchi marta kelyapmiz. Qani pechatni ko'rsatingchi pasportdagi. Birinchi marta emas. Nima maqsadda boryapsiz Tojikistonga? Aylanish maqsadida sayohatga. Я просто поплохну. Hurmatli do'stlar, va nihoyat 1:50 da kirgandik chegaraga. 2:40 da mana chiqdik. Biz chiqdik, lekin hali mashinamiz chiqqani yo'q. O'pshi chegaraga kirib mana shu yoqqa kelgunimizcha bizda 40 minut vaqtimiz ketdi o'rtoqlar. Yana hozir mashinamiz chiqsa, где-то 5, bu yoq 50 minut vaqt ketar. O'zbekistondan Tojikistonga o'tgunimizcha. Biz hozir Zafarobod chegarasidamiz. Sirdaryo viloyati Xovos tumani chegarasi. Bizni kuzatib boring, hali bundan ham qiziq bo'ladi. Video davomida biz sizlarga turli xil qiziqarli manzaralarni ko'rsatamiz. Bizni kuzating. O'rtoqlar, va nihoyat sayt chiqdi. Aka 1 minut. 1 minut. Nega yo'limga chiqasan? Aka nima ish qilasiz? Mashinangiz zo'r ekan. Assalomu alaykum. Bu yoqdan kel. Assalomu alaykum, yaxshi. Nima ish qilasiz aka? Mashinangiz zo'r ekan. Endi zo'r. O'zbekistonda yashayman, hamma zo'r mashina minadi O'zbekistonda. Qanchaga olgansiz? Endi aka u aqlingiz yetmaydi-da. 3-4 ta oldingizga odam yig'ib, kreditlar 5 yillik, 6 yillik, mana u hamma penya bir narsalarni hisob-kitob qilguncha mashina eskiradi-da. Mayda gaplarning nima keragi bor? Xullas o'rtoqlar, sayohatimiz davom etadi. Mana shu kuzovni taniganlar bo'lsa, albatta like bosing. Esimni tanibmanki, mana shu kuzov mana shu joyda, mana shu uy esa mana shunday turadi. Zafarobod tumanida joylashgan go'zal masjidlardan biri. Marhamat birgalikda ko'ramiz. Bu masjid nafaqat ibodat qiladigan maskan, balki tinchlik, mehr-oqibat va Allohga zikr qilish uchun qalblarni birlashtiradigan muqaddas dargohdir. در تاجیکستان هم خطاب خانه‌های مهم از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت Bu yerga kelgan har bir inson qalbiga xotirjamlik bag'ishlaydi. Har kuni bu yerda mo'min musulmonlar jam bo'lib 5 vaqt namozni ado etadilar. Qur'on tilovat qiladilar va Alloh taolodan rahmat hamda mag'firat so'raydilar. Masjid insonlarni ezgulikka, sabr-toqatga va o'zaro hurmatga chorlaydigan muborak maskandir. Hurmatli tomoshabinlar, agar sizning ham yo'lingiz Zafarobod tomon tushsa, ushbu go'zal masjidni albatta ziyorat qiling. Alhamdulillah, Zafarobodning go'zal masjidini ziyorat qilib, endi yo'limizni davom ettiryapmiz. Hozir Zafarobod ko'chalari bo'ylab harakatlanyapmiz. Yo'l bo'yida gavjum bozorlar, mehnatkash insonlar, kundalik hayotning qizg'in manzaralari ko'zga tashlanadi. Bu yerning samimiy odamlari va sokin muhiti insonga o'zgacha iliqlik bag'ishlaydi. Har bir ko'cha, har bir manzara bu yurtning o'ziga xos hayoti va madaniyatidan hikoya qiladi. Sayohat davomida ana shunday go'zal lahzalarni sizlar bilan baham ko'rayotganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta like bosing va obuna bo'lishni unutmang. O'rtoqlaring aytgan
aytganda yar yar. Oralar like bosinglar. Endi esa yo'limizni qadimiy va tarixiy shahar Istaravshan tomon davom ettirmoqda biz. Oldinda bizni yanada qiziqarli manzaralar, unutilmas lahzalar kutmoqda. Aziz do'stlar, sayohatimizni oxirigacha birga kuzating. Sizni hali ko'plab chiroyli va qiziqarli joylar bilan tanishtiramiz. Alloh yo'limizni xayrli, safarimizni esa barakali qilsin. Amin. Orqada qorni och odam o'tiribdi. Bunga vahshiy o'zi gaz basmas, qorinni o'zi muhim. Qorning och qoldi, ha, Behruz? Lekin toshdan qattiq bolalar ekansizlar. Qattiqlik emas. O'z qornlaringga Yegim kelmayapti-da. qilyapsizlar. Issiqda havo. Yegim kelmaydi, o'zi yo'lda aytding-ku. Fil bo'lsa ham tiriklayin yeyaverardim deb. Hali endi uyga kirib, xo'rozga o'xshab ovqat cho'qib chiqqan bo'lar. Hozir biz pullik yo'ldamiz. Aynan mana shu joyda biz pul to'laymiz. Bu yo'ldan o'tish narxi 10 somoni. Bizni pulga 13 ming. Endi shu yo'l orqali sayohatimizni davom ettiramiz. Va nihoyat biz qadimiy Istaravshan shahriga kirib keldik. Shaharga kirar ekanmiz, yo'l bo'ylab qad rostlagan binolar, uzoqdan ko'rinib turgan tog'lar va tepaliklar bu yurtning o'ziga xos go'zalligini namoyon etmoqda. Har bir burilishda yangi manzaralar ko'zga tashlanadi va sayohat yanada qiziqarli tus oladi. Endi esa yo'limizni biz Istaravshanning gavjum bozoriga qarab davom ettiramiz. Keling sayohatimizni birgalikda davom ettiraylik. Albatta like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Yo'lda kutilmaganda obunachilarimizdan biri bilan uchrashib qoldik. Bunday uchrashuvlar biz uchun juda qadrli. Kanalimizni kuzatib, qo'llab-quvvatlayotgan har bir inson bizga yanada sifatli videolar tayyorlash uchun kuch va ilhom beradi. O'rtoqlar, atmosfera bir boshqacha baribir. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Istaravshan, bu qanaqa bozor bu? Istaravshan qo'q bozor. Qo'q bozor. Ha? Qo'q bozor. Nima bilasiz ushbu bozorlar haqida? Nima deya olasiz ushbu bozorlar haqida? O'zbekcha bilasizmi? Bilmayman men. Ben bilemem ama. Tojikcha gapiring, tojikcha. Abi özbekim eden ama. Bozorimizga gap yo'q. Istaravshan bepeş. Yuklarga, mo'ylarga gap yo'q. Da. Rahmat. Planetde go'g'il. Shimol amaka chamba daromadid. Chamba daromad. من 63 با Shaxsiy daromad. Siz kor mikunid? araba hay میکنم Araba haydaysiz. Siz o'zbekchani bilasizmi? bilaman Necha yildan beri araba haydaysiz? 15 yildan beri 15 yil bo'ldi. 100 ming bering. Hayır. Gap yo'q. Siz nima ish qilasiz? با پیش Tojikistonda pesh. Hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsiz Istaravshan Bostoniga. Rahmat. Man O'zbekiston Sirdaryo oblast Gorod Termizga Afg'oniston chegarasiga xizmat qilgan 25 yildan beri shu araba tortamiz. 66 ga kirgan
mana shu yerda shu fuqaro O'zbekistonda kuyovi desak ham bo'ladi. Men O'zbekiston o'ylangan. Aziz mehmon, kelinglar mana istarafshan shuda mehmondorchilik. Bilaman. Hamisha bizni eshigimiz ochiq. Sizlar bizlar aka-uka bordi keldi bo'lsin. Akochilik, insofgarchilik yo'qolmasin. Hamisha Tojikiston bapesh, O'zbekiston aka-uka, Tojikiston bapesh. Assalomu alaykum. Mardimi salomcha mana do'konni aqobatli ma'lumot, opton, pista, bodom, pisi, xandon, guy, muscha, hamma chay ma'lumot kunton. O'rtoqlar, mana shu magazinga kelamiz ekan. Eng arzon magazin ekan. Eng arzon. Opton. Ular qanchadan aka narxi? Mana bu 25 so'm. Bu 1 kilosiga bor. Bu qayerda? 1 kilosiga. Bu tog'dagi asal, yangi asal. Mana bular paxtaniki asal bor, paxtaniki mana. Kilosi 80 so'm. Bu toza asal. Men yantoqniki asal bor mana. 120 so'm. 120 so'm. Ha, yantoqniki asal. Mana shu yerdagi eng toza asalingiz qaysi biri? Eng toza va qimmati. Mana shu asal, eng toza asal. Nomi nima? Qaradonniki, siyodona. Qancha turadi aka mana shu? Bu 200 so'm. 200 so'm. Eng qimmat va Eng qimmat toza asalga. Rahmat aka, sog' bo'ling. Tojikiston bapesh. Staramshan pitak. Hurmatli do'stlar, hammani qorni och, nasrinasi yo'q. Saidbek va Do'stlari bari shohi jahon bari. qorin ochlik juda ham ta'sir qilyapti. Amak güzeli testi. Amak jonim. Metan zapravkada. Metan yo'q bu yoqda. Metanni qatdan topamiz? Benzin 15 ming faznakaga borib kelamiz. Benzin dollar. O'rtoqlar, kim biladi, Ravshanda metan zapravka bormi yoki yo'qmi? Kirpichni degan choyxonani qidiryapmiz. Behruz, yaxshimisan? Mazang qochib qolmadimi? Hammasi. Ha, ranglaring yaxshimi? Men kimman, Behruz? Abduhalim bro. Yer rahmat, boya turdi. Bro deyapti, chehradan deyapti. Ha, boya choyxonaga yaqinlashdik va nihoyat mening ismim talaffuz qilindi. Aytildi. Eshitdik puxta. Zato zo'r joylarda aylanyapmiz, Said. Atmosferani qara, mana tog'ni ko'ryapmiz, ha? Hurmatli o'rtoqlar, bu atmosferani ko'rib men til bilan sizlarga ta'riflab bera olmayapman. Ushbu holatni biz kamerada ko'rsatib beramiz. Ozgina bo'lsa ham.